ikkinchi etajga chiqib keldik. Bu yoqdan lesensaga chiqib, lesensalari bor, chiqib tushib ketasizlar. Biz bu yoqqa yuramiz. Chiqqanda mana gruzovik 12 da turibdi ekan bu. Yangi dom, kiradigan proxod to'g'ridagi bu. Yugurib kirib ketaverasizlar mana. Anoqlari ham, kameralari ham ishlaydi ekan, svetlari. Odam chustvasiga qarab yonaverar ekan. Mana uyimizni ko'rinishi. Endi men bu tegalarimdan o'qimaysizlar, ozgincha klilab olasizlar kelganda, bu yog'i men tayyor uy. Gilamni to'shaysizlar, agar remont qilaman desalaring, o'zlaring muammolaring bor. Mana birinchi kirganda bu xonada bitta xonamiz bor. 5 ga 3 ekan buni razmeri, 15 kvadrat bitta xonasi. Mana bu yoqqa buramiz. Bu yoqda tak balkoni bor, kuxnya qilasizlar bu yoqda. Gaz, svet, suv endi bilasizlar, shahar joy. Otopleniyasi ham bor. Pulni ushlab turmash kerakda, olib qo'yish kerak buni. Qolgan kreditini to'lab ketaversin, mayli, menga ozgincha shu qilgan asfaltimni bersin dedi, bo'ldi. Mana tepani qaranglar, mana boshim aylandi boya. Mana domlarni. Mana shaharni qaranglar mana. Shaharimiz. Qanaqa uylar tushib ketgan. Ancha bo'ldi kelmagan mana. Bu tarafda.